Hammaga salom. Sizlar bilan men yana o'sha Red Lord. Do'stlar, bugungi videomizda biz operatsiya missiyaga boramiz. Erta ko'rayotgan qishloqlaringda yovuzlar, qaroqchilar mana shular egallab olishgan va bizlarda o'ldirishimiz kerak. U holda ketdi, yo'q qilamiz ularni. Menimcha yaxshilab qarasam, shu yerda bo'lishlari kerak. Qani, turishibdi. Qani bitta. Bo'lmadi. Mayli, ikkinchisi yo'qda. Jon qattiqmi bular? Yaxshi. Yana bitta. Ur. Yaxshi. Ikkinchisi, uchinchisi ekan bu. Yaxshi ketdi. Mana endi ularni uzoqdan otsa bo'lar ekanmi? Yo'q, bo'lmas ekan. Lekin bu yerdan yaxshi bitta ketdi. Ikkinchi emas ekan. Ikkinchisi aytatirildi-ku. Yaxshi, mencha o'lmagan u. O'qlab olamiz. Qani pastga tushaylikchi, pastdan o'ldirishimizga harakat qilamiz. O'lishyapti, yaxshi. Sekinroq. Yaxshi. O'qlab olamiz. Sal yaqinroq borsak, sekin astalik bilan. Endi snayperskani olib, mana ikkinchisi 3 4 endi 4 bular nima o'lish qattiqmi? Bulardan o'ldirsak ancha yaxshi bo'lardi. Otish kerak. O'qlaymiz. Asta, yaxshi. Ozroq o'tamiz. Shu yerdan o'lishyapti. O'q kam qoldi lekin. Yaxshilab o'tsak bo'lgani. O'tamiz. Bular вообще bular jon ko'p-ku. Jon qattiq ekan. O'q qolmadi menimcha. Mayli, pistoletni o'ldiramiz. Bularni otsak yaxshi. Sal beriroq kelsak, sal orqaroq va snayperkada otamiz. Yana bitta va yaxshi. Ana yerda o'lganlar qurolni olib kelishim kerak. O'shani sal yaxshiroq bo'lardi. Sal beriroq kelsak, hech kim yo'q. Lekin yerda bor. Hech bo'lmasa ularda snayperkalar yo'q, faqat otishadiganlar. Bittagilar buni o'ldiramiz. Yaxshi, bitta ikkita quyon o'qlab olamiz. Bunisini ham va bu tepada ikkalasini ham. Bular nima etib hech qolishgan? Mayli. Yana bitta ikkita quyon? Yo'q, bitta ekan. Bu yerda juda ham ko'p-ku. Yo'q, xudoyim. Sekin. Mana shu yerdagini otib tashlashimiz kerak. Qo'yam tugadi pistoletni ham. Mayli. Snayperga otamiz. Lekin mana yaxshi bo'ldi. Voy jonlarsan, muncha ko'p bular. 3 ta 4 ta bor ekan. Yaxshi ham ko'rishmadi meni. Sekin
sekin astalik bilan o'shidan sekin o'shidan o'tamiz. Birinchisi, ikkinchisi va uchinchisi. Yaxshi. 3 ta ekan. O'lishdi. Ana endi yaxshilab ko'rsak, avval bizdan ko'rib qolmasa bo'lgan sekin astalik bilan shunday qurolni olamiz. Bo'ldi. Tez. Yaxshi bittaga sal o'qlarni olsak bo'lgani. Tez. Ana shu yerda ot tush kerak. Ot tush kerak. Qaysi edi? Ha, bo'ldi. Sekin. Tezroq bu yerdan ketishimiz kerak. Вообще sizlar bu yerdan ketmasak, bular hozir bizani o'ldirib qo'yishi mumkin. To'g'ri, birontasi hali bizani ko'rgani yo'q. Lekin agar ko'rib bo'lsa yomon qiladi lekin. Zotan otamiz yaxshiroq. Tekda bo'ldi. Xo'sh, bitta o'q yo'q. Xo'sh, buni otaylikchi. Xo'sh, tezroq ochish kerak. Xo'sh, tepaga ko'tarilib ketyapti-da shu. Ularni hammasini o'ldirish kerak. Birontasi ham tirik qolmasligi kerak. Bularni barchasini o'ldiramiz. Lekin shu qurol yomon ko'tarilib ketyapti. Shuning uchun shu vektordan narsalarni ba'zilarini bu yoqqa o'tkazib olsak ancha yaxshi bo'lardi. Xo'sh, bularni olamiz va buni. Xo'sh, MPga o'tkazib olsak bo'ldi. Xo'sh, lazer yo'q, mana bu ishlagich. Xo'sh, bo'ldi. Xo'sh, ana endi otib ko'raylikchi. Xo'sh, o'tirib, ancha yaxshi bo'ldi, ancha ko'tarilib ketmayapti ham va endi otishimiz, ya'ni o'ldirishimiz ancha qulay bo'ldi. Lekin vektorda ancha yaxshiroq edi. Ko'proq o'ldirsak bo'lardi. Shuning uchun ko'p, ya'ni qiyin bo'lyapti-da shu MPda o'ldirish. Lekin nima ham derdik? Avtomat yo'q baribir. Shundan boshqa. Xo'sh, yaxshilab ko'raylikchi, snayperskida bitta, yaxshi. Ana endi nima qilsam ekan? Do'stlar, men videoni hozir tezlashtirib turaman. Keyinchalik sizlar videoni ko'rib olasizlar. Xo'sh, mana do'stlar, kecham bo'lib qoldi. O'qlarim ham tugadi lekin. Xo'sh, bittaga o'qlarni olsak, endi bazaga qaytishimiz kerak, chunki o'qlar ham deyli hammasiga o'qlarim tugadi. Hattoki MPga kam qoldi, snayperga ham, vektorga ham, pistoletga ham. Xo'sh, ketsam baribir tishlab ketaman, shuni bilib qo'yinglar. Xo'sh, bazaga ketishimiz kerak. Xo'sh, bolalar, mana bazadan ham kelib oldim. Mana qurollar, o'qlari bor. Endi o'qlasak, xo'sh, vektorda ham qila olamiz. Xo'sh, o'qlangan, snayperska ham o'qlangan. Ana endi xo'sh, bittagina o'ldiramiz va bittagina ham. Hozir do'stlar, videoni sal tezlashtirib yuboraman.
Xo'sh, bu yerda ham bor ekan. Xo'sh. Bu yerda ham bor ekan, lekin uzoqda ekan. Yaxshi. Bu atrofda yo'q, u ana yerda bor ekan, sekin aytdagarda o'ldiramiz. Yaxshi, ketdi. Aha, xo'sh. Bu atrofda yo'q. Yaxshi. Do'stlar, videoni shu yerda tugatamiz. Like bilan obunachisiz chiqmasin. Hammaga do'stlar, xayr!